Assalomu alaykum qadrli radio anglag'ich do'stlar. Bugungi roman anglish saytimizda Sengül Canishif xonim yozgan Ko'z yeshida namdalgan zimin nomli tarixiy aslama huzurlarda bo'ladi. Roda tanlash harakati 1958 yili aprelda maktab bo'yicha janubiy toqqa chiqib, bir oy yoshlar o'stingni chekib qaytdik. Keng dalada to'xtamay bo'ron chiqib turardi. Kiyimlarimiz nepiz bo'g'ashqa to'nlab, hech holimiz qolmagan edi. 7-oyda yana janubiy tog'da bir oy urum urdik. 8-oyda Sayapulda qaqas issiq bo'ronda bir yarim oy temir yo'l yasadik. 10-oylarda roda qazish uchun Shaolunko'ga bordik. Shaolunko Urumchi shahridan 100 kilometr yiroqlikdagi bir soy edi. Soyning o'rtasida sip-sizik suv eqib turadigan bir o'stang bor bo'lib, shu o'stangning ikki chetidagi yeshil maysiliq va qo'yiq daraxtlardan boshqa yeshillik ko'gil bo'lmaydi. Atrof butunlay qaqas tashliq tog'lar edi. Biroz mang'andan keyin mashina o'ngga burilib, tog'lar orasiga qarab kirib ketdi. Ko'p o'tmasdan ikki tog'ning o'rtasida tosh yo'l bo'yida so'qma tomdan yasalgan fakar uylarning oldiga kelib to'xtadik. Bu yerda faqat ko'mir xonlarlar bor bo'lib, ko'mir ko'ydirib, kokos hozirlab, shahardagi zavodlarga yetkazib bergan. Ko'mir chiqadigan xonlarni 1-chi, 2-chi, 3-chi nomerli quduq deb ataydigan. Jami 6 quduq bor bo'lib, hammasi kokos ko'ydirgan. Bütün atrof kokos maydoni bo'lib, nagili bo'lsa ko'ydirilgan ko'mir, o't va tutun. Saat ortib ko'mir to'shayotgan eshaklar, og'ziga mask tortib kokos yig'ayotgan odamlar ko'rinadi. Havoning o'zimi isibroq turadi. Biz 20 necha o'quvchini xonga ko'mir ko'lashga bo'ldik. Qolgan savodashlar tog'lardan roda ko'lashga ketdi. Ular tapqan roda tashlarini biz yotgan jami uyning oldiga to'shib dövlash bilan mashg'ul edi. Oshxona bizdan xeli uzoqda bo'lg'ashqa tomoqni navbat bilan birimiz berib elib kelatdik va quduq oldida o'tirib yeydik. Bir kuni menga navbat kelib, oshxonaga tushsam, tomoq texi tayyor bo'lmaganlikdan bir oz saqlashga to'g'ri keldi. Shu vaqtda sirtda biroz varang-churung va er kishilarning yig'ilgan ovozi anglandi. Nima bo'ldikin deb men sirtga chiqsam, oshxonaga qo'shni tom yotoq uyda 5-6 Uyg'ur yosh bolalarning yig'ilishayotganligini ko'rdim. Men bu tog' oralarida Uyg'ur yosh bolalarining borligini hech o'ylamagan edim. Hayronlik ichida, "Nima bo'ldi? Nima qilaysizlar?" deb so'rdim. Mening ovozimni anglagandan keyin ular yig'isini to'xtatib, yoshlarni surtishga boshladi. Oradan birsi, balkim ularga bosh bo'lib yurgan odamdek qiladi. "Eli, bizning 6 qarindishimiz xondan chiqqan gaz bilan zaharlanib tugab ketdi. Biz bir yurtdan, bir yerdan kelgan edik" deb ko'zlaridan eqiyotgan yoshlarni to'xtalmasdan o'ksib yig'lab ketdi. "Nereden kelgan edinglar?" deb so'rdim. "Xotandan" deb javob berdi u odam mayishlik bilan. "Xotandan?" hayronlik ichida takrorladim. "Xotandan mush yer keldinglarmi? Nemish kelgan edinglar?" "Biz asli 50 yaqin o'quvchi edik. Urumchiga o'qish olib boramiz deb tizimlab elib chiqqan edik" deb gap boshladi ular bir-birlab. "Ota-onalarimizmi bolalarimizni o'qisoq degan umid bilan o'zlari ishlatayotgan ot ular harbilargacha setib bizni o'qishga avatgan edi. Nimishqidir bilamadik, bizni mush yerga elib keldi. Orqadan ko'mir xonlarda ko'mir qazishga bo'lyapti. Mana
6 ay bo'ldi. Mushu xonda ko'mir ko'lab ishlayapmiz. Bir tiyin pul ko'mdik. Faqat yegan tamog'imiz uchun ishlayapmiz. Deb hammasi birdek dardan to'kishdi. 17-18 yoshlardagi qiron, yosh, chiroyli, o'tkir bolalarning oldini vayron bo'g'inni ko'rib, texmo hayron qoldim. Sizlarning bu holinglarni ota-onanglar bilmamdi, deb so'radim. Yo'q, ular nereden bilsin? Biz o'zimizning nima turayotganligimizni bilmaymiz. Bu tog' orasida nereden xat kelib, nereden xat soldig'ini bilmaymiz. Ota-onamizga texi bir parcha xat yozamadik. Dastlab kelganda bu Xitoylarning zuvanini bilmaydik. Endi bir oz bilib qoldik. Boshqa savoqdoshlarimizni nega elib ketganini bilmaymiz. Mana bugun o'lgan 6 bolani qanday qiladi, nega aprib qanday ko'midi, uni bilmaymiz, deb ma'yus holda ko'zlarini mo'ldiriltib, mendan umid kutgandek menga qaraydi. Mening ularga ichim og'rib, qo'limdan kelgan yordamimni qilgim keldi. Lekin mening qo'limdanmi hech qanday yordam kelmaydi. Men ularga mushu joyning adresini tepib yezib beraman deb va'da qildim va ularga bu ahvollaringlarni ota-onalarga xabar qilinglar deb bir tuqqan qerinishimdek mehribonlik bilan ko'ngillarni yasab, tasalli berib chiqib ketdim. Ammo men bu yerning adres va pochta nomerlarini yezib, ularni izlab kelganda ularni uchirta olmadim. So'rasam, ularni bu yerdan elib ketgan ekan. Nega elib ketganini hech kim aytib bermadi. Ularni nega elib ketgandi? Bichorlarning holi qanday bo'lgandi? degan savol menga har vaqt qaytlanib turardi. Bir oyda ko'mir konda ishlagandan keyin meni domino pechni yasash guruhiga bo'ldi. Biz 5-6 yerda cho'nqurligi 3 metr, kengligi va uzunligi 2 metrdan uy shaklida domino pech qo'ydik. Onunga o't yaqish uchun saydan yaplaq tosh to'shib chiqib, orasini havo o'tishadigan ochiq qilib, salasin yasamoqchi bo'ldik. Lay yasashga saydan suv to'shib chiqish uchun xongdan bir eshak bergan edi. Ustiga 2 yog'och tung ortilgan eshakni yetlab kirib, ko'mir kon ostidan suv elib chiqish vazifasini menga topshirdi. Ko'mir konning mas'ul odam bo'lgan bir Xitoy menga eshakning quyrug'idan tutib ayrilmay mangsang, eshak o'zi suv bor joyga seni boshlab bordi. U yerda chilak bor. Sen faqat suv qo'yib bersanglar bo'ldi. Eshak o'z elib chiqadi, dedi. Men chiroq so'rdim. U odam, ranjima, bizda chiroq yetishmaydi. Biroq qo'rqma. Eshakdan ayrilmasang, u o'zi seni to'p-to'g'ri shu yerga boshlab bora oladi, dedi. Savoqdoshlarim, yo'l boshchangdan ayrilma, quyrug'idan mahkam tut, deb chaqchaq qilib ko'rishib qoldi. Men eshakning orqasidan erishib yugurgan peti xonga kirib ketdim. Qo'tir eshak musobaqaga tushgandek yuguraydi. Uningga yetishish bek tez edi. Atrof qorong'u, hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Eshakdan ayrilib qolsam, boradigan yerni topolmay adishib qolaman deb, eshakdan ayrilib qolmaslikka tirishib yugurgandek tez minib kelatdim. Tuyuqsiz beshimni bir toshga urib oldim. Ko'zlarimdan ushqandek o't o'chib ketdi. Qattiq urilishdan o'tirib qoldim. Peshonam shunday qattiq og'rirdiki, tutib qarasam, tuxumdek bo'lib ishib chiqibdi. Birozdan keyin o'zimga kelib qarasam, eshak allaqachon ketib qolgan ekan. Qo'ng'iroq ovozi yo'qoldi. Qo'lim bilan atrofni silsam, xonning ustidan chiqqan tosh odam bo'yi yo'g'on bo'ldi ekan. Men qaytib chiqay deb keynimga burildim. Lekin berilgan vazifani qilolmay, peshonamni ishlatib chiqsam,
Hem eshakdan ayrılıp qaytib chiqsam uyat bo'la deb nomus qildim va ikki qo'lim bilan atrofimni silashtirib yurib oldimga qarab mangdim. Ko'zga sursa ko'ramigidek qorong'uda ba'zida tomning u chetiga, ba'zida bu chetiga urilib ketib borganimda yiroqdan shaldir-shuldir qo'ng'iroq ovozi bilan ko'plagan eshaklarning do'pirlagan oyoq ovozi anglandi. Men birdan ularning xongdan ko'mir to'shiydigan eshaklar ekanligini fahmladim va bu tor yerda ikki tarafiga ko'mir to'ldirilgan, savatlar ortilgan 40-50 eshakning oyoq ostida nejilib o'lish xavfiga uchraydiganligimni o'ylab qo'rqib ketdim. O'zimni chetga ilish uchun o'rinsammu, dalda bo'g'idek bir joy topolmadim. Tomga chaplashib tursam-mu, bu tarchilikda putlashtirib so'rab ketar edi. Yiroqdan g'uvo panarning yo'riqida eshaklarning bir-biridan yo'l talishib, yugurib kelayotganligi ko'rindi. Nima qilarimni bilmay, "Bu yerda odam bor!" deb jinimning boricha vaqirdim. Eshakchi mening ovozimni anglab, "Yo'l chetida odam ko'rinadigan cho'nqir yer bor. Chaqqan shu yer kirib ol!" deb vaqirdi. Eshaklar shundoq tez menga yaqinlashib kelyotdi. Menmu oldirash tomni silab yurib, bir odam potqidek to'shikni oran tepib kirib ulgurdim. Eshaklarning surkila tomlarni qirishtirib yurib o'tib ketdi. Eshaklar bu turmushga, bu emgakka shundoq o'ynib ketgan ekanki, o'z ishlariga bak moyir edi. Og'irqi eshak o'tib bo'lishiga men ko'mirchanga qiqilib yo'tilib to'shikdan chiqdim. Eshakchimu panarki chiroqni ko'tarib yetib keldi. "Sen suv kirganmiding?" deb so'radi u. "Ha, suv kirgandim. Eshakdan ayrilib qolib, qorong'uda mangmay qoldim" dedim. Egiz bo'yliq, gavdalik, xuddi devida ko'ringan bu odamning turqiga qarab qo'rqim keldi. Xitoydimi bundoq yo'g'on odam chiqilgan deb o'yladim. Chunki Xitoy xalqining erlarimi kichik, pakar, nozik va saqolsiz keladi. "Eshigan suv bo'yida seni kutib turadi. Sen berib suv qo'ysanglar, o'zi yo'l boshlab chiqib ketadi. Ammo sen bu eshaklar qaytib kirmaguncha suv qo'ymay turg'in. Bo'lmasa yana yo'lda uchrashib qolsizlar" deb qo'ldagi penar chiroqni mang berib, o'zi chiqib ketdi. Men penarki chiroqni ko'tarib, lo'qildab og'riyotgan peshonamni silab, xongning ichiga qarab menib ketdim. Xili mang'andan keyin yer osti yo'ldek keng ham egiz ikki tarafda 2 metrdek bir lim ustiga bir limdan qator qilib qo'yilgan va elektr bilan yo'ritgan keng ozoda yo'ruq yerga, ya'ni ko'mir qo'layotgan yerga chiqdim. Men qiziqib atrofimga qarab qoldim. Bu yerning o'tirisidagi temir yo'lda yirik temir qachilinib, bir-biriga ulangan 10 necha vagon xongning ikkinchi beshiga menib ketdi. Balki u tarafdan vagonlar quduq orqali sirtqa tortib chiqarilsa kerak deb o'yladim. Yo'lning ikkinchi tarafida suv-suzuq sular shildirlab eqib turardi. Kirdigan eshikning yanida yerni qo'lab qo'ygan ekan. Suv shu yerga yig'ilib ondan oqadigan. Yiliqi suv to'shilgan eshak shu yerga kelib, suv quyishni kutib turibdi. U yerga kirib 15 metr manganda yo'l ikki ochmoqqa bo'linib, ishkarlab, ko'mir qo'layotganlar ishlaydigan yerga kirib ketadigan. Men kirib, ko'p kechishmasdan ikkinchi turkum bo'sh vagonlarni ko'mirxon tarafga haydab kirib ketdi. Uning qarab, jiddiy emgak buning ichida ekan deb o'yladim. Men ko'mir to'shiydigan eshaklar qaytib kirgandan keyin suv qachilab, palla bilan eshakni haydab qaytib chiqdim. Maktabning mas'ul kadrlari va o'quvchilar uyushmasining boshlig'i qatorliq kishilar kunda devidek kichik mashina bilan chiqib, o'quvchilarni chaqqon ishlashga rag'batlantirish dokladlarini qilib ketadi.
aldirab yo'ruq domino pashlarni yasab bitirdik. O'quvchilarning bir qismlari almishib yurib, kecha-kunduz to'xtamasdan o'tirg'a ko'mirlarni dövlab, o't yoqib, atrofida cho'rdab o'tirib, ro'da tashlarni volqlar bilan urib parchalaydi. Bir qism o'quvchilar domino pashlarga bir qavat ko'mir, bir qavat ro'da tash dizib, domino pashni to'ldiradi. Shunda qilib, birining orqasidan biri degdek o'tmu yaqilishga boshladi. Har qatimqi o't yaqilgan kuni o'quvchilar sun'iy hamro qo'ydik deb bir sotka uxlamasdan ishladik. Bir haftadan keyin sovugan pashdan kullarni turtib chiqib, kulda eg'ingan to'qidek bo'lib, kul ichida dashqal terishga boshladik. Xudoning qudrati, 2 oydan buyon shuncha emgak qilib jafo tortganimizga tushliq 1 kilo temir chiqsa kashki. Buningga ketgan chiqimlarmi oz emas. Boshqa ketgani emgak, vaqt va isrof bo'lgan mablag' bo'ldi. Mas'ul bo'lib kelgan kadrlarmi qanday qilishni bilmay, u yoqdan bu yoqqa yuguraydi. Hamma kishining yuzida umidsizlik aks etadi. O'quvchilarmi bo'lmaydigan ish uchun odamni shuncha qiynab, bekorga vaqtimizni oldi, deb bir-biriga tas ovozda qo'dirishib qoldi. Men, Ruqiya, Nasiya qatorliq bir qancha qiz Uburniga boramiz deb tog'ning keyingi jilg'ining ichiga kirgan edik. Mening to'pi ostidan parqirab chiqib turgan bir narsa ko'zim tushdi. Darhol berib qo'lim bilan to'pini surtib, tosh bilan qirib qarasam, parqirab turgan temirga o'xshash yo'g'on tosh edi. Men temir topdim deb chaqchaq qilib qizlarni chaqirdim. Qizlar yugurishib kelib, qarab, Rasululloh temirga o'xshaydi ekan. Boshliqni chaqirib ko'rsataylik, deyishdi. Ham bir qiz yugurib berib, boshliqni chaqirib keldi. Ular bir qancha odam kelib qarab, "Rost temir ekan" deb bir parchani ko'lab elib, shaharga tekshirishga ketdi. Atsi cho'ng mashinalar bilan temirni ko'lab, mashinalarga qachlab, ustiga qizil duxovi yepib, shaharga elib ketdi. Bir kundan keyin maktab mudirlari va boshqa ko'plagan kishilar kelib, majlis ochib, bizning maktab butun institut va maktablar ichida birinchi bo'ldi. Biz topgan temir sop, pokiz, sifati yaxshi ham ko'p bo'ldi, deb mukofot qog'ozini elib kelib tabrikladi. Biz bu zerikishlik emgakdan qutulib, maktabga qaytadigan bo'ldik deb qo'shal bo'lishdik. Yangi yilga ulgurib, maktabga qaytdik. Tozlik qilish ham dam olish uchun 2 kun berdi. Yangi yilning oldida istil tuzish harakatidan xulosa doklad qildi. O'ngchi millatchi bo'lganlarga qalpoq kiygizib, chora ko'rilib, turma o'rinlarga o'zgartish uchun topshirildi, dedi. Tursun Qasimov, Abdurim Zeynalov qatorliq o'ngchi millatchi qalpog'ini kiyib, qo'lga ilingan nurg'un doktorlar, xizmatchilarning hammasi milliylar, ya'ni musulmonlar edi. Bu istil tuzish harakati Xanzolar orasida yurgizilmadi. Xanzo o'quvchilar o'qishni, doktor va xizmatchilar o'z xizmatlarini davomlashtirdi. Shunlashqa, tangdan to'lisi Xanzo bo'lgan bu maktabda Xanzolar orasidan birmu qalpoqliq o'ngchi millatchi chiqmadi. Men yanimda o'ltirgan malikaga: "Nima uchun birmu Xitoy o'ngchilar chiqmadi? Bu qalpoq maxsus milliylarga o'lchab yasalgan qalpoq bo'ldi-da", deb pichirladim. Ablaxon Umarov degan doktorlar o'ngchi millatchi qalpog'ini kiygan bo'lsa-mu, faqat mushu 2 doktor qo'lga ilinmay o'z xizmatida qolgan va yana bir turkum odamga o'ng'u moyil degan qalpoqni kiygizib, maktab rejimiga topshirganligini uqtadi. Dokladning oxirida yangi yildan keyin o'qish boshlaydiganligini va bizning qarorga 2-yillikning darsligini o'qishni boshlab, bir tarafdan Xanzo tili o'rganib, yana bir tarafdan
kesib o'tadiganligini, shuning uchun qattiq terishib o'qish kerakligini uqtadi. Bu doklad menga bek qattiq ta'sir qildi. Qo'lga ilingan va tartib chiqilgan shu kishilarning nima gunohi bor? Ular shundoq foydali yaxshi fikrlarni o'tirib qo'ydi. U fikrlarning qandoq yomon va ziyonli tarafi bor? Nima uchun ularni turmaga tashlab xarob qiladi? degan savollar mendan hech ketmaydi. Men Malikni chaqirib chiqib, maktab ichini aylangach, uningga meni azoblayotgan shu savollarni so'zladim. Menmo shundoq o'yladim do'stim. Bu yerda bir sir bor. His qildingmi? deb menga savol nazari bilan qaradi. U qanday sirdi? deb bir oz o'ylanib qoldim. Qancha o'ylasam, bu faqat milliylarni bosh ko'targizmaslik va ularni besish uchun qo'llangan usul degandan boshqa sirni topolmadim. Bu istil tuzish harakati haqiqatan milliylarning ichidagi bilimlik, ilg'or fikrlik, qobiliyatliklarni yo'qotish edi. Biz ikkimiz bu to'g'riliq nurg'un paranglashib, qorong'i tushganda yotoqqa qaytdik. Qimmatli radio anglag'uchi do'stlar, bu tarixiy aslimaning ocharchilik yillar deb tema qo'yilgan keyingi bobida shu zamondagi Uyg'urlar va Uyg'ur o'quvchilarning beshiga qanday qismatlar keldi? Bu haqdagi voqeani anglash qiziqsangiz, keyingi qatimliq roman anglish saytimizga quloq solg'aysiz. Diqqatli bo'lganingizga ko'p rahmat.